ketdi. Assalomu alaykum aziz otishyorlar, muxlislar. Doim aytib kelamiz, Ko'pkar emotsionalniy sport. Ko'pkarda haqiqiy qoni qaynoq yigitlar chopadi. Albatta me'yordan o'tish kerak emas. Ammo hamma gap nimada? Aybni tushunib, katta kichikdan yoki kichik kattadan aybdor bo'lgan bir og'iz uzr so'rab kelishib ketgan Nursiga Alonur. Bu Ko'pkarni har doim aytganmiz, bir qamchi yarim qamchi bilan hech kim kam bo'lmaydi, lekin albatta haddan oshish kerak emas. Allomak mana ko'p yillik polvon, qancha shogirdlarning ustozi, shaxsan bizning ham ustozimiz bo'ladi. Mana shu polvon bilan bugun ozgina kelishmovchilik bo'lgan ekan, akasidan ham, ukasidan ham uzr so'rab, quchoqlashib, aka-ukaday bo'lib kelishib olishdi. Shuning uchun albatta biz buni oqlayotganimiz yo'q. Shuning uchun uzr so'rayapmiz. Mana Abdulla bu yerda, Feruz, Rustam polvon bu yoqda. Mana Rustam polvon, bu haqiqiy eski legendani polvonlar. Hammamiz kelib O'zbekistonning nomidan, xalqimizning nomidan, polvonlarning nomidan mehmonlardan uzr so'radik. Inshaallohu karim O'zbekiston mehmondo'st. Hech qaysi mehmonni dilni ranjitish niyati yo'q. Mabodo ko'ngilsizlik bo'lsa ham albatta qaytib ko'nglini olib, chiroyli qilib, o'zimizga xos o'zbekona qilib kuzatishni joyiga qo'yganmiz. Mana bugun ham xuddi shu ish bo'lyapti. Mana polvonlar orqamizda turibdi. Sabila polvon ukasi. Hammamiz shu yerdan hech kimdan xafa emas. Salomat bo'linglar. Inshaallohu karim mana shunday hamma mabodo qizishib qo'ysa ham bir og'iz uzr so'rab kelishib yurish kerak. Shunday chiroyli bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin.